Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: bir kishi namoz o'qiyotgan paytda 1-2 yoshli bola oldida joy namozga chiqib o'tirsa, namozga zarar yo'qmi? Bu masala namozxonni oldidan o'tishlik masalasiga qaytadi. Ulamolardan biz mana bu masaladan oldin asl masalaga qaytishimiz kerak. Namozxonni oldidan o'tishlik joiz emas va namoz o'qiyotgan kishi oldidan kimdir o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni to'sishlik kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda aytdilarki: "Idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas." Agar sizlar namoz o'qimoqchi bo'lsa, odamlardan to'sib bitta sutra qo'yadi. Ya'ni inson o'qiyotgan joyini oldiga bir sutra qo'yib, oldi bilan o'sha namoz o'qiyotgan joyini to'sadi. Fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi. Biron kishi mana shu namoz o'qiyotgan joyini oldidan o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni to'ssin dedilar. Agar baribir bosh tortib, ya'ni to'ssa ham o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni ursin dedilar. Chunki bu shayton. Ya'ni uni ursin deganlaridan maqsad uni yana ham qattiqroq to'sib o'tkazmaslikka harakat qilsin dedilar. Demak, mana bu qaytaruv umumiy va yosh bola bu yerdan istisno qilinmaydi deb aytishadi. Yosh bolakay necha yashar bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qiyotgan kishini oldidan o'tib ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni to'sishlik kerak va orqasiga qaytarib yuborishlik kerak. Lekin agar mana bu bolakay buni qaytarganingiz sari yana ham ko'proq o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsa, harakat ko'payib ketayotgan bo'lsa, Hafiz ibn Hajar rahimahulloh o'zining Fathul Bari kitoblarida aytdilarki, Ibn Battol va boshqa rivoyatlarda ittifoq qilishgan ulamolar, agar bir inson oldidan o'tmoqchi bo'layotgan bo'lsa va uni to'smoqchi bo'lib turib, u tarafga yurishligi yoki uni to'saman deb ko'p harakat qilishligi joiz emas. Chunki mana bu ko'p harakat odam o'tib ketishlikdan ham ko'ra insonni ko'proq mashg'ul qilib qo'yadi. Shuning uchun mana bu bolakayni agar o'tmoqchi bo'lgan paytda bittada to'sishlik ilojisi bo'lsa, to'silarda qaytarib yuboradi va namoz davom ettiriladi. Agar bolakay hadeb o'tayotgan bo'lsa, buni to'saman deb yanada ko'proq mashg'ul bo'linadigan bo'lsa, bu holatda tek qo'yishlik kerak. Ya'ni buni oldindan bir choralarini ko'rib qo'yishlik kerakki, bu bolakay namoz o'qiyotganda o'tmaslik uchun yoki birontasiga qarab turganda berishlik uchun shunga o'xshagan oldinroq choralarni qilib qo'ysa afzal bo'ladi. Ammo bolakay kelib o'tirib olishligi esa bu ham mana shu hukmga o'xshagan hukm. Agar o'tirib olmoqchi bo'lgan, ya'ni shunchaki kelib o'tirib olmoqchi bo'lgan bo'lsa va namozdan to'smayotgan bo'lsa, bu insonga namoziga zarar qilmaydi. Lekin u yoqdan bu yoqqa o'tmoqchi bo'lgan bo'lsa, mana shu biz aytgan hukm bo'ladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida yosh bolakaylar kelib, ba'zida yelkalariga osilib, ba'zida o'ynab nima qilardilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini davom ettiraveradilar va namoziga bu narsa ta'sir qilmas edi. Vallohu a'lam.